Tak, 1,5 metrlik beko morzelkasi tepasida. Xullas, buni boshqa ustalar ham qilgan уже. Men ichkarisini ochgan. Ichki ko'rinishi. Xullas, ichini ochganda mana bu yerni qirqqan. Kapilarka izlagan bu yerda. Aslida buni kapilarkasi mana bu oxiridan mana shu примерно 10 sm, 5 sm mana shu tepadan orqaga chiqqan bo'ladi. Ya'ni mana bu krishkani mana shu burchagidan chiqqan bo'ladi. Mana shu kovlansa kapilarka chiqadi. Kapilarka almashtirmoqchi bo'lganlar uchun. Aslida kapilarkani almashtirish emas, spirт bilan tozalab olsa ham ishlab ketadi bularda. Xullas, основной причинasi shu. Kapilarka yaxshi qachot qilmasa, spirт bilan yuvib olish kerak. Bunaqa qilib qiyin qilib almashtirish shart emas.